Sizlar bilan bugun girimiz. Ya'ni men bugun kambag'alman. Chunki bizning bu yangi serialimiz, shuning uchun men kambag'al rolini o'ynayapman. Biza bugungi maqsadimiz, videoda bugungi maqsadimiz boyni o'marish bo'ladi. Boyni uyini sizlarga ko'rsataman. Ana bu yerda boyni uyi bor. Biza boyni o'marishimiz kerak. Hozir boyni uyiga boraman. Uyga borib so'rayman. Boyaga ishingiz bormi deyman. Ishim bor dedi. Ishini aytadi. Bir stak olmasa xohlab chiqib qochib ketamiz. Tushuninglarmi jigarlar? Qani unda ketdi. Assalomu alaykum boy aka. Yaxshimisiz? Taq. Boy aka. Bugun menga qanday ishingiz bor? Basseyn tozalab qo'y. Basseynda bo'ldi aka. Tas tozalab. Uzr aka. Uzr. Avto'rmi. Boy aka menga yetdi hozir. Basseynni tozaladida, men basseyn tozalab olgandan keyin boy akani pullarini o'maraman. Boy akani basseynni tozalash kerak. Bo'ldi basseyn. Cho'milmagan yaman cho'p ketgan ekan, bitta kalla teylikchi. Mazzaku. Boy aka. Basseynimizni tozalab bo'ldim, brat. Yaxshi. Sandig'ingizdan o'zim ulushimni olsam bo'ladimi, brat? O'zim. Qani? Brat. Uyingizga obzor qilsam bo'ladimi, aka? Tashing, pul bering. Almaz o'rnimda ushlamaganman. 10 dona beribsiz, rahmat, brat. Bo'pti. To'xtang, uyingizni ko'rib olay. Uyingizda qilichlarda. Zo'rligini. Brat, bitta qilich qo'lingizda ekan. Ishni so'rayapman. Voy, katta zo'r gap bo'ldi sizga. Ko'chaga chiqing, gaplashamiz. Chiqing. Короче, oltin olmani-chi. G'azab olaman-da. Uyingizdan oltin olmoqladim. Qoch. Boy aka qo'yapti, qoch. Boy aka kechiring, boy aka qo'yapti. Kechirasizmi? Aka? Kechiring aka. Mayli bro, keyinchalik gaplashamiz. Mayli. Endi kerakchi. Mana tozalayapti. Boy aka, chiqing bo'tdan. Biz boy akani uyidan bitta oltin olma o'g'lab chiqdik. Endi boy aka uxlaydi hozir. Уже abit bo'ldi. Abitda boy aka uxlaydi. Biz uyga sekingina kirib, bir stak almazni blogidan o'g'irlab chiqib ketamiz. Boy aka to'xtana shu yerda bo'lish kerak. Boy aka uxlayapti ekan, demak uyga sekingina asta kirib olamiz. Qani ketdi. Nima bizada? Boy aka. Assalomu alaykum aka, ish yo'qmidi? Yo'qmidi? Shuni so'ragani keldim, brat. Ish yo'qmi, bormi deb. Mayli, brat. Ko'ramiz. Uxlagan bo'lsa narsalarni o'marib olib chiqib ketamiz. Ana boy aka uxlabdi. Biz narsalarni o'marib olib ketamiz sekin. 4 dona olmosi bor ekan. Biz go'shtini o'g'irlab olib ketamiz. Olmasini sekingina chiqib ketamiz.
Ammamizning blogidan o'g'irlab chiqib ketyapmiz. Endi biz boyagini qilichini olib ketib qolamiz. Boyagi sezmadi, umiddaman. O'zi uxlash vaqti ham bo'lib qolibdi. Assalomu alaykum boy aka. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi, brat? Aka, menga unaqa degunga qaramang. So'tay urolmadi. Aka urmang, akajon aka. Okay. Yo'q, urmang. Boyagadan qochishimiz kerak biza. Boyaga yonimga kelinglar. Zo'r gap bordi. Nima qilishni ko'ryapsizmi? Siz uyingizdan do'stlar, mana boy aka bizni o'ldirib qo'ydi va biz yana noldan boshlashimiz kerak. Keyingi qismlari, ya'ni keyingi birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlar chiqishi uchun kanalga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar.